shu eshikni kengaytirib qo'ysak bo'lmasmidi? Shahnoz nima bo'ldi? Shu eshigimizni kengaytirib qo'ysak bo'lmasmidi? Tinchlikmi o'zi? Nimaga shoshib yuribsiz? Voy, sizni hali ham xabaringiz yo'qmi? Nimadan? Texnikumimizga qabul jarayonlari boshlangan. Yo'g'i? Endi odam ko'payadi. Sizni hali ko'p narsadan xabaringiz yo'q shekilli. Masalan nimadan? Masalan, Oqqo'rg'on tumani kasbiy ko'nikmalar markazi endilikda rasman ilg'or kasbiy mahorat texnikumi sifatida o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. Yo'g'i? Hada. Bu esa kuchli amaliy mashg'ulotlar, zamonaviy kasb-hunar ta'limi, innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish hamda malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatini yaratadi. Keling-da. Bizda 9-sinf bitiruvchilari uchun 6 ta kasb yo'nalishida qabul jarayonlari boshlangan. Grafik va dizayn texnologiyasi, raqamli va smart maishiy texnika jihozlariga servis, suv ta'minoti hamda kanalizatsiya tarmoqlarining kuzatuvchisi, metallarga qayta ishlov berish, sanoat elektromontyori, moda va tikuv ishlab chiqarish texnologiyasi. Bu hali hammasi emas. 11-sinf bitiruvchilarimiz uchun 2 ta yo'nalishda qabul jarayonlari davom etmoqda. Bulardan biri IT texnologiyalari servis muhandisi hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi. Bu yo'nalishimiz dual ta'lim asosida o'qitiladi. Shahnoz nima uchun aynan biz? Chunki oliy ta'limga ikkinchi bosqichdan talaba bo'lish imkoniyati. Jahon taraqqiyoti banki ko'magida keltirilgan zamonaviy innovatsion jihozlarda amaliy ta'lim, tajribali pedagoglardan sifatli bilim. Sizga yana bir ma'lumotni aytaymi? Nima ekan? Monomarkaz davrida tashkil etilgan qisqa muddatli o'quv kurslarimiz uzluksiz davom etmoqda. Shahnoz qayerga ketyapsiz? Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi yo'nalishi bo'yicha, ya'ni dual ta'lim bo'yicha to'liq ma'lumot bermadingiz-ku? Hozir shunday vaqtim yo'q edi. Shuni ertaga to'liq qilib ma'lumot bersam bo'ladimi? Albatta bo'ladi.